Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlar bilan raspakovka qilmoqchiman. Bu raspakovkamning ikkinchi qismi. Birinchi qismini profilimdan topsangizlar bo'ladi. Birinchi qismida Daisodan olingan narsalar va bu yoqda esa Alivion kosmetika do'konidan olingan narsalar. Birinchi navbatda 345 relief krem Dr. Alteadan. Buni o'zi bilmagan odam bo'lmasa kerak. Bu juda ham yengil krem hisoblanadi, juda ham yaxshi namlantirib beradi. İkinci navbatdan esa Ordinary'dan shunaqangi glikoloviy kislotalik toner. Bu toner. Buni ham deyarli ko'pchilik bilsa kerak, o'lik terlarni olib tashlashga juda ham yaxshi yordam beradi. Va bu yoqda Riddle Shot. Bu yoqda 4 ta. Silemax'dan 2 ta, Vicha Cosmetics'dan original 100 taligidan bitta va bunisini menga sample sovg'a sifatida berishdi. Bu yoqda kollagenlik 2 xil tinchlantiradigan va yuzni oqartiradigan Riddle Shotlar bor. Bularni ham keyingi videolarda obzor qilib beraman to'liq. Xo'p, bundan keyin lotion. Men retinoidlik tabletkalar qabul qilaman. Shuning uchun mening tanam juda ham quruq. Bu Koreyadagi birinchi o'rinda turadigan lotion hisoblanadi. Va undan keyin esa albatta maskalar. Bring Green'dan 2 xil bambuklik va aloelik maska. Uchinchisi Toriden'dan shunaqangi yuzni tinchlantiradigan va namlantiradigan Medihill'dan. Agar sizlarga raspakovkam yoqqan bo'lsa, juda ham xursandman va keyingi videolarda to'liq obzorlarini qilib beraman. Hammaga annyeong, kumoyo.